İbrahim Aleyhisselam'ın qıssası deb ötkünümüzde İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı 80'den aşqan bolsumu farzand yüzü körelmeydi. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın ayalı Sara tug'mas edi. İbrahim Aleyhisselam'ın balığı bo'lgan ishtiyaqini ko'rgan ayalı Sara Misr podshohi uningga berayotgan xizmatchisi Hajar bilan İbrahim Aleyhisselam'ni o'ylab qo'yish taklifini İbrahim Aleyhisselam'ga berdi. Hajar asli dedek emas, balki Misrga ilgir hukmronlik qilgan podshohlarning malikasi bo'lib, keyingi podshohlar bilan bo'lgan urushda ilgirki podshohlar mag'lub bo'lib, keyingi podshohlar ilgirki podshohlarning erlerini öldürüp ayollarını esir elip kul kılgan idi. Ana şu esir ayollarının içinde Mısır'ın ilgirki padişahının melikisi Hacer'mi var idi. Mısır padişahı Hacer'ge bir qancha qatim yamanlıqni maqsad qilgan bolsa-mu, Allah Taala xuddi Sarani saqlab qolganga o'xshash Hacer'ni Mısır padişahının bir qancha qatimliq yaman maqsadlardan saqlab qolgan. Uningdan foydalanmagan Mısır padişahı onu Saraga berib etgan idi. Hacer İbrahim Aleyhisselam'ның ailesi qo'shilgandan keyin İbrahim Aleyhisselam'ның ailesini ta'sirlanadi. Shundaqla İbrahim Aleyhisselam'ның Allah'ını tushundirishi va Allah'ını tunishtirishi bilan İslamni qabul qilib, Allohga iymon etdi. Sara İbrahim Aleyhisselamga Hacer bilan to'y qilish taklifini berganda, İbrahim Aleyhisselam buningga qo'shildi. Shunday qilib İbrahim Aleyhisselam Hacer bilan to'y qildi. Alloh taolo Hacerdan İbrahim Aleyhisselamga bir o'g'il farzand ato qildi. İbrahim Aleyhisselam 86 yoshida necha yildan beri orzulab kutgan bu farzand bilan yuz ko'rishdi. Shundaqla uningga İsmail degan ismni qo'ydi. Ammo İsmail tug'ilgandan keyin Saraning kundashligi tutishga boshlaydi. Bo'libmi İbrahim Aleyhisselamning uningga bo'lgan mehr muhabbati va amroqligi Saraning kundashligini eng yuqori pallaga ko'tardi. Alloh taolo Saraga rahmat qilib, uning kunlashining bosqichi uchun, shundaqla İbrahim Aleyhisselam va Hajarni imtihon qilish uchun İbrahim Aleyhisselamga Hajar va o'g'li İsmailni yiroq bir o'ringa olib o'tishga buyruq qiladi. Necha yil arzulab 86 yoshida erishgan yolg'iz farzandidan ayrilish İbrahim Aleyhisselamga shuncha og'ir kelgan bo'lsa-mu, Allohning buyrug'ini a'lo bilib, Alloh buyurgan bo'yicha o'g'li İsmail va ayol Hajarni elib, Alloh buyurgan o'ringa elib keladi. Bu o'rinda hech qanday suv yoki odam yo'q, qaqas cho'llik bo'lib, buning ismi Mekke edi. İbrahim Aleyhisselam ayoli Hajar va buaq balasi İsmailni bir tulum suv va azroq xurmo bilan bir daraxtning soyasida o'ltirg'izib, ularni tashlab mangmoqchi bo'ladi. İbrahim Aleyhisselamga yurak parisi bo'lgan yolg'iz o'g'li İsmailni va shu yolg'iz o'g'lining onasi Hajarni tashlab menish intayin ig'ir kelgan bo'lsa-mu, Allohning buyrug'i bo'lg'achqa, buning bir imtihon ekanligi, shundaqla buning ostiga nurg'unlagan yaxshiliklarning uyushmaganligiga qalbi xotirjam edi. İbrahim Aleyhisselam ularga turadigan bir kapim yasab bermasdan Kabe'ga yaqin joydagi bir daraxtning soyasida o'ltirg'izib, ularni tashlab mangmoqchi bo'ladi. Hajar onamizning ko'zi yosh va hayronlikqa to'lgan holda İbrahim Aleyhisselamdan bizni kimga tashlab qo'yib mangasiz deydi. İbrahim Aleyhisselam ilalloh, Allohga deydi. Bu gapni anglagan Hajar onamizning qalbi butunlay xotirjam bo'lib, "Idan falayudayyunalloh." Undaqda Alloh bizni zayo qilmaydi deydi. Hajar onamizning Allohga bo'lgan bu taslimiyati uni tarixdagi eng ulug' ayollarning qatoridan o'rin olishga sabab bo'lib qoladi. Chunki u bu so'zi orqali Allohga bo'lgan taslimiyatini, ya'ni o'zini Allohga butunlay topshirishini amaliyat orqali isbotlagan edi. U garchi odam yo'q, suv yo'q, qaqas yo'lda bo'lsa-mu, Alloh buyurgan bo'lsa, Alloh bizni hargiz zayo qilmaydi deb hayotida qilch andish qilmagan edi. İbrahim Aleyhisselam yurak parisi bo'lgan o'g'li İsmail shundaqla yurak parisining onasi bo'lgan Hajardan yiroqlab, tog'ning keyniga o'tib, ikki qo'lini ko'tarib Allohga mundoq duo qiladi. Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Robbana liyuqimus salat faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ey Rabbim, men farzandlarimdan, ya'ni ayolimni va o'g'lim İsmailni hech qanday odam, suv, o'tchi bo'lmagan bir jilg'ida, ya'ni Mekkada o'rinlashtirdim. Buni faqat sana namoz o'qishi, ya'ni sana ibodat qilish uchun qildim. Ey Alloh, bu o'rinni kishilarning qalbi u yerga talpinadigan qilib bergin va shundaqla ularning shukr qilguvchi insonlardan bo'lishi uchun ularga rizq bergin deb duo qildi. Shunday qilib İbrahim Aleyhisselam Falastinga qaytdi. Hajar onamiz va o'g'li İsmail Mekkada qolib qoladi. Ular İbrahim Aleyhisselam qoldirib ketgan suv va azroq xurmo bilan bir qancha kun hayotlik kechirdi. Kunlar o'tdi, xurmo tugadi, suvmi tugadi. Atrofda odam yo'q, qaqas cho'llik. Hajar onamizdan suv chiqmaganligi uchun buaq İsmailning qurusiga ichib qiyiqas yig'lamoqda edi. Hajar onamiz bizni bu cho'llikka tashlashga buyurgan Alloh bizni zayo qilib etmaydi deb sabab qilmay o'ltirmasdan, garchi Allohning ularni zayo qilib etmaydiganligiga shaksiz ishonsimi, sabab qilishni qo'ldan bermay atrofdan suv izlashga boshladi. Hajar onamiz o'ziga eng yaqin bir tog'ning ustiga chiqib atrofni kuzatdi. Hech bir odam yoki suv izi ko'rinmaydi. Bu tog'ning ismi Safa edi. Qarshi tarafdagi yana bir tog'ga qarab yugurdi va u tog'ning ustiga chiqib atrofni kuzatdi. Bu yerda hech qanday suv izi va odam ko'rinmaydi. Bu tog'ning ismi Marva edi. Bu vaqt İsmail ochliqdan to'xtamay yig'layotdi. Hajar onamizning ochliqdan va usuzlikdan holi qolmagan bo'lsa-mu, suv tepish yoki ularga yordam beradigan birazini tepilib qilish uchun Safa va Marva tog'i o'rtasida to'xtamay yugurdi.
Hacer anamiz Safa va Marva o'rtasida saq 7 qitim yugurib bo'lgandan keyin holi qolmagan holda yig'idan ovozi bo'g'ilib ketgan bu vaqt Ismoilning yeniga keladi. Haj yoki umr qilguvchi yuguradigan Safa Marva o'rtasidagi 7 sa'i, ya'ni 7 qitim yugurish dal Hacer anamizning mushu yugurishidan ulgu elingan bo'lib, bu bir tarafdan bizga sabab qilishning muhim ekanligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan Hacer anamizning sabri, tavakkuli va iymonidan bizning ulgu elishimiz uchundir. Chunki Hacer anamiz aynan shunday jon tumshuq kelgan holatdami Allohga bo'lgan ishonchisini, umidini yo'qotmadi. Shuning bilan birga sabab qilish va harakat qilishdan to'xtamadi. Mana shuningdek Ismoil bilan Hacerning qiyinchiligi eng yuqori pallaga chiqqan, inson ko'zlan qaragan vaqtimizda hech bir umid ko'rolmaydigan vaqtda ushtum-tut bir ovoz anglandi. Qarg'udek bo'lsa Ismoilning putini qo'ygan yerdan etlib suv chiqmoqda edi. Buni ko'rgan Hacer anamizning xushalligi tasavvurligisiz edi. Hacer anamiz darhol suning eqib ketmasligi uchun atrofini qashlab ko'lchak holatiga akeldi. Bu Zamzam quduqi edi. Bu Zamzam chiqqan o'rin, ya'ni Hacer anamiz tushgan o'rin Kabening yendi bo'lib, bu vaqtda Kabening faqat ulug'lar bor edi. Chunki Kabeni Alloh taolo tunji qatim farishtalar orqali soldirgan bo'lib, uni keyin insonlar yiqib etgan. Faqat ulug'lar qilib qolgan. Bir kuni bir to'p kishilar bu yerga yaqin bir yerdan o'tib ketib etib, qushlarning bu yerning ustida oyinib uchayotganligini ko'rib hayron qoldi. Chunki qushlar suv boyada shundoq oyinib ushidi, suv yo'q yerda to'xtamay uchatdi. Ular arab qabilalaridan Jurhum qabilasi bo'lib, ikki odamni nimish bo'lganligini bilib beqish uchun avatdi. Ular kelib Hacer anamiz va Ismoil va suv chiqayotgan Zamzam buliqini ko'rib hayron qoldi-da, darhol qabilasiga berib qaytib bo'lgan ahvolni aytdi. Jurhum qabilasidan cho'nglar Hacer anamizning qishig'i kelib, uning atrofida makonlashish va bu Zamzam buliqidan tang foydalanish talabini qo'ydi. Hacer anamiz bu quduqni o'zining qilib olmaslik, buning ig'dorchilik huquqi o'zi va bolasi Ismoilda bo'lish sharti bilan suvdan tang foydalanib makonlashga ruxsat qildi. Ular bu shartni nihoyat xushallik bilan qabul qildi. Shunday qilib, ular bu quduqning atrofiga makonlashga boshlaydi. Uzoq o'tmay bu yerovat bir makonga aylanadi. Kunlarning o'tishiga ergishib Ismoil cho'ng bo'ldi. İbrahim alayhissalom ularni pat-pat kelib yo'qlab turadi. İbrahim alayhissalom yolg'iz o'g'li Ismoilga intayin amroq edi. Bir qatim İbrahim alayhissalom ularni yo'qlab keladi. Ismoil alayhissalom 15 yoshga kirgan bo'lib, İbrahim alayhissalomga yordamlashgudek, uning bilan paranglashgudek bo'lgan edi. İbrahim alayhissalom bir kechasi tushida o'g'li Ismoilni bo'g'izlab tush ko'rdi. Payg'ambarlarning tushi vahiy edi. İbrahim alayhissalom uyg'onib, buning Allohdan kelgan vahiy, ya'ni buyruq ekanligini bilsa-mu, shayton uningga har xil yo'llar bilan vasvasa qilmoqda edi. Qisqa muddat tirkashgandan keyin uning iymoni shaytonlarni mag'lub qilib, oxir iroda kelib, buni o'g'li Ismoilga aytdi. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ey balam, men seni tushimda bo'g'izlab tush ko'ribdiman. Fanzur maza tara. O'ylab boqqina, sening qanday fikring bor? Ismoil alayhissalom, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni inshaalloh minas sabirin. Ey dada, buyruqlarni qil. Alloh seni nimaga buyurgan bo'lsa, shuni qil. İnşallah mening sabr qilganligimni ko'rsa, meni sabr qilguvchilarning ekanligimni ko'rsa, Ismoil alayhissalomning iymon, sabr, tavakkul va taslimiyatga to'lgan bu javobini anglagan İbrahim alayhissalom nihoyat xursand bo'ldi. Shundaqla Allohning buyrug'ini ijro qilish uchun qo'liga pichoqni olib va o'g'li bilan birlikda Mina tog'ining ustiga chiqdi. Shayton ularga Allohning buyrug'ini ijro qildirmaslik uchun har xil yo'llar bilan vasvasa qiladi. Dastlabida Hacer anamizni vasvasa qiladi. Hacer anamiz 7 tal tash etib shaytonni qo'g'lab o'tadi. Undan keyin İbrahim alayhissalomni vasvasa qiladi. İbrahim alayhissalomni 7 tal tash etib shaytonni qo'g'lab o'tadi. Undan keyin Ismoil alayhissalom o'xshashlar 7 tal tash etib shaytonni qo'g'lab o'tadi. Undan keyin Ismoil alayhissalom İbrahim alayhissalomga: "Ey ata, sen Allohning buyrug'ini ijro qilishda mening chiroyimga qarab, menga bo'lgan mehr muhabbating va shafqating tutib ketib, Allohning buyrug'ini ijro qilmay qolmasliging uchun mening yuzimni yerga qaratdi. Mening Allohning buyrug'iga qarshilik ko'rsatib qolmasligim uchun tutqulamni bog'lig'in" deydi. İbrahim alayhissalom o'g'lining aytqini bo'yicha o'g'li Ismoilni yelin yotqizdi. Shundaqla ittik bilangan pichoqni yurak parisi jigiri bo'lgan Ismoil alayhissalomning halqumiga suriydi, ammo pichoq kesmaydi. Shundaq turgan paytda yuqoridan ilohiy bir nido angladi. Ya İbrahim, qad saddaqtar ru'ya. Ey İbrahim, shuni amaliyotga chiqarding. Biz shun orqali sana buyruq qilgan ishni amaliyot qilding, imtihondan o'tding. Va fadaynahu bi dhibhin azim. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga jannatda biqilgan nayt cho'ng qo'chqoni Ismoilning o'rniga qurbonlik qilishga buyurdi. Bu kun butun musulmonlarning qurbon hayitini bo'lib, ta qiyomat qadar İbrahim alayhissalomga ergishib Alloh yo'lida qurbonlik qiladigan kun. Alloh taolo hech qachon bandalarni azoblashni, qiynashni xolamaydi. Alloh taolo faqat bandalardan o'zi yaxshi ko'rgan narsaning hammasini Alloh yo'lida qurbon qila oladigan fidokor ruh xohlaydi. Buyruqlarni shartsiz ijro qiladigan taqvodorlik xohlaydi. Imtihon va sinovlarga duch kelsa, sabr qila oladigan sabrchanlik va bardoshlik xohlaydi. Tavakkul xohlaydi. Qurbon hayit kuni ustiga qo'y bo'g'izlashmi qandaqdir bir go'shish emas. U Alloh yo'lida hamma narsamizni qurbon qila oladigan bir ruhning simvoli. Allohning buyrug'ini shaksiz ijro qiladigan taqvodorlikning namoyandasi. İbrahim
İbrahim aleyhisselam Allah'ın bu imtihandan ötkendan keyin Allah Taala İbrahim aleyhisselamga selamun ala İbrahim. İbrahim'ga salam bolsun, amanlık bolsun. Ve kezalike nezzil muhsinin. Biz muhsinlarni, yani Allah yolunda barlıq en yaxşı görən nərsini qurban qılalaydigan muhsinlarni mukafotlaymiz deb ve beşşernahu bi İshaq. Biz İbrahimni İshaq bilan bisharat berdik deb tug'mas ayoli Saradan İshaq ismli bir farzand bilan bisharat berdi. Yani İbrahim aleyhisselamni mukofotladi. Kunlar o'tadi. İsmoil cho'ng bo'ladi. Hajar onamiz vafot topadi. Undan keyin İsmoil to'y qiladi. İbrahim aleyhisselam odati bo'yicha o'g'li İsmoilni yo'qlab keladi va ayolidan İsmoilni so'raydi. Ayoli İsmoilning tirikchilik qilish uchun chiqib ketganligini aytadi. İbrahim aleyhisselam kelinidan turmushining qanday o'tayotganligini so'raydi. Bu vaqtda kelini İbrahim aleyhisselamni ko'rib boqmag'achqa uni tunimaydi. Kelini turmushining nihoyat qattiq qiyinchilikda o'tayotganligini shikoyat qilib dard aytadi. İbrahim aleyhisselam kelinning dardini anglab bo'lgandan keyin İsmoil kelsa uningga mendan salom aytdi. Shundaqla uningga deb qo'ying. Uyining bu so'g'isini almashtirvasin deydi. İsmoil qaytib kelgandan keyin ayolidan birasining kelgan yoki kelmaganligini so'raydi. Ayoli bir bo'yning kelganligini aytadi. Shundaqla bo'lgan ahvollarni tafsiliy so'zlab beradi. İsmoil u menga bir ishni tavsiya qildimi deb so'raydi. Ayoli uyining bu so'g'isini almashtirvasin deydi. İsmoil ayoliga u mening dadam. U meni sizdan ayrilib ketishimni aytibdi deydi. Shundaqla bu ayolidan ayrilib ketadi va uzun o'tmay yana bir ayol bilan to'y qiladi. Bir mezgil o'tgandan keyin İbrahim aleyhisselam odati bo'yicha o'g'ilni yo'qlab keladi. Bu qatim kelganda mu İsmoil aleyhisselam uyda yo'q edi. İbrahim aleyhisselam ayolidan İsmoil aleyhisselamni so'raydi. Ayoli erining tirikchilik qilish uchun chiqib ketganligini aytadi. İbrahim aleyhisselam bu ayoldan turmushining qanday o'tayotganligini so'raydi. Bu ayoli turmushining nihoyat yaxshi o'tayotganligini aytib, Allohga shukr va hamd o'qiydi. İbrahim aleyhisselam yo'ldoshingiz kelsa uningga mendan salom ayting va uningga aytib qo'ying, uyining bu so'g'isini mahkam saqlasin deydi. İsmoil aleyhisselam qaytib kelgandan keyin birasining uni izlab kelgan yoki kelmaganligini ayoldan so'raydi. Ayoli bir bo'yning kelganligini aytadi. Shundaqla bo'lgan ishlarni tafsiliy so'zlab beradi. İsmoil aleyhisselam u menga bir narsani tavsiya qildimi deb so'raydi. Ayoli u sizga uyining bu so'g'isini mahkam saqlasin deydi. İsmoil aleyhisselam u mening dadam, u meni sizni mahkam tutsin debdi deydi. Alloh taolo İbrahim aleyhisselamni Ka'bani qurib chiqish vazifasi bilan sharaflantiradi. İbrahim aleyhisselam bu vazifani ijro qilish uchun o'g'li İsmoilning qishig'i kelib, bu vazifani o'g'liga aytadi. İsmoil aleyhisselam nihoyat xushal bo'lib, dadasiga yordamlashib, ular Ka'bani qurishga boshlaydi. Shundaqla Ka'bani qurayotgan holda Allohga mundaq duo qiladi. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ey Robbimiz, bizning bu qilgan amallarimizni, xizmatlarimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan anglag'uchi va niyatlarimizni bilib turg'uchisan. Parvardigorimiz, bizni o'zingga itoatman qilgin va bizning avlodlarimizdan o'zingga itoatman bir ummat chiqargin deb duo qiladi. İbrahim aleyhisselam Ka'ba Baytullohni bitirish jarayonida bir toshning ustiga dastlab toshlarni tizgan bo'lib, bu dastlab turgan tosh maqomi İbrahim deb ataladi. Ka'bani tavof qilgan har qanday bir odam bu toshning keyinida turib namoz o'qishi mustahab. İbrahim aleyhisselam Baytullohni bitirib bo'lgandan keyin Alloh taolo İbrahim aleyhisselamga kishilarni hajga chaqirishga buyruq qilib mundaq deydi. Va azzin fin-nas bil hajj. Kishilarni hajga chaqirib nido qilgin deydi. Shundan boshlab haj faoliyati yo'l qo'yiladi-da, bu joy kishilarning qalbi talpindigan va eng avod va barakatli joyga aylanadi. Haj faoliyatida Hajar onamizning iymoni, savri va tavakkul simvollik qilish uchun Safa Marva o'rtasida sa'iy qilish yo'l qo'yiladi. İbrahim aleyhisselamning Allohning buyruqini shaksiz ijro qilgan bu ruhi va İsmoil aleyhisselamning Allohning buyrug'i oldida taslimiyati, ya'ni Allohga butunlay o'zini topshirish simvollik qilish uchun Minada qurbonlik qilish yo'l qo'yiladi. Shunda qilib İbrahim aleyhisselam har xil sinoq va turli imtihonlardan o'tib, Allohning yo'lida hamma narsani qurbon qila oladigan ruh va Allohning buyrug'ini shartsiz ijro qiladigan bu itoat bilan Allohning xalili, ya'ni do'sti bo'lib, taxminan 175 yoshida Falastinga qaytgandan keyin Halil degan shaharda vafot topadi. Ayoli Saraning İbrahim aleyhisselamdan bir qancha yil burun vafot topganligi ba'zi kitoblarda naql qilinadi. Alloh taolo İsmoil aleyhisselamni Jurhum, Amali va Yamanliklar uchun Allohni tunishtiradigan elchilik vazifasi bilan sharaflantiradi. İsmoil aleyhisselam taxminan 135 yoshida Makka mukarramada vafot topadi. Bu qissada biz elishga tegishli ibrat va saboqlar. Birinchisi, Allohga ishongan har qanday bir musulmonning Allohning turli sinoq va imtihonga duchor bo'lganligi. Bu imtihondan Hajar onamizning savri va tavakkuli bilan, İbrahim aleyhisselamning shartsiz itoati bilan, İsmoil aleyhisselamning taslimiyati, ya'ni Allohga o'zini topshirish bilan o'tkilib bo'lganligini ko'rib olamiz. Ikkinchisi, Alloh va'da qilgan yordamga erishish uchun sabab va harakat qilishning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Hajar onamiz ularni odam suv bo'lmagan cho'llik opirib qo'yishga buyrug'ini Alloh ekanligini bilsa-mu, Alloh buyurgandan keyin bizni Alloh qutqizadi deb o'ltamasdan suv izlash
uchun Safa Marva o'rtasida to'xtamay yugurishi Allah va'da qilgan yordamga erishish uchunmi sabab qilish, harakat qilishning muhim ekanligini ko'rsatadi. Uchinchisi, Allohning yordamining doim biz o'ylamagan yerdan keldiganligi. Masalan, Hajar onamiz hayotligini saqlash uchun suv izlab Safa Marvaga o'rtasida to'xtamay yugurdi. Lekin Zamzam quduqi Safa Marvaning qishidan emas, o'ylab boqmagan Ismoilning putining ostidagi yerdan chiqdi. Dal shunga o'xshash biz duch kelayotgan zulm va qiyinchiliklar qarta bizmi to'xtamay harakat qilishimiz kerak. Lekin Allohning yordami biz o'ylab boqmagan yerdan kelishi va zolimlar eng oddiy sabablar bilan halok bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, har qanday bir musulmonning iddiasida Allohning buyruqlari, garchi uning aqliga zid kelgan taqdirdami, bosh ustiga deb ijro qiladigan bir ruhning yetilishi. Shundaqla uning oqibatining yaxshi bo'lganligiga ishonishimizning kerakligi. Beshinchisi, bolalarimizga ibodat va undan boshqa har qanday bir narsani o'rgatmoqchi bo'lgan vaqtimizda uni qo'rqitib, besim ishlatib emas, uning bilan paranglashib, suhbatlashib o'rgatishning muhim ekanligi. Ya'ni uning iddisini o'tkazishning nihoyat muhim ekanligi chiqadi. Masalan, Alloh taolo Ibrohim alayhisalomga o'g'li Ismoilni bo'g'izlashga buyruq qildi. Ibrohim alayhisalom buni Alloh menga buyurdi deb o'g'lig'imni sağmasdan uning put-qo'llarini bog'lab achiqmadi. Balki ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara. Alloh meni seni bo'g'izlashga buyurdi. Fanzur mada tara. Qandoq qaraysa, sening qandoq fikring bor deb uni maslahat sol. Bu bizga farzand tarbiyasidagi nihoyat muhim bir usulni o'rgatadi. U bo'lsa-mu bolalar bilan dialog qurish va suhbatlashish. Oltinchisi, islom farzand tarbiyasida onaning nihoyat muhim o'rinda turadiganligi. Masalan, 15 yoshdagi Ismoil alayhissalomning Allohga bo'lgan taslimiyati, itoati nereden kelgan? Albatta uni tarbiyalagan onasi Hajar onamizdan kelgan. 7-si, buyuk xizmat va ulug' davoni ustiga olgan kishilarning ayolining qanoatchan, sabrchan va turmushdan shikoyat qilmaydigan bo'lishining kerakligi. Masalan, Ibrohim alayhissalom o'g'li Ismoilni nima uchun birinchi ayoldan ayrilib ketishga buyurdi? Chunki Ismoil alayhissalom payg'ambarlikdan iborat buyuk bir vazifani ustiga olgan kishi. Uning ayolining turmushdan qoqishi, sabrchan bo'lmasligi uningga ayol bo'lishga loyiq bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Shunga o'xshash faqat dunyoda yaxshi yashash, go'zal yashashni o'ylaydigan qizlar buyuk da'vo va buyuk xizmatni ustiga olgan yoshlarga aslo emas kelmaydi. 8-si, har qanday imtihon va sanoqning bir mukofoti bo'ldiganligi. Masalan, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni o'g'lini bo'g'izlashdan iborat bir imtihonga duchor qildi. Bu imtihondan o'tgandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni tug'mas ayoldan Ishoq degan bir farzand bilan mukofotladi. 9-si, duoning har vaqt muhim ekanligi. Masalan, Ibrohim alayhissalomni ayoli va Ismoilni Qaqas cho'llikka olib borib qo'yishga Alloh buyurdi. Shundaq turib Ibrohim alayhissalom, "Ey Alloh, sen buyurding, sen qanday qilsan qil" demasdan duo qildi. 10-si, iymonning badal qurbonlik talab qilganligi. Islom, ya'ni musulmonlikning taslimiyat, ya'ni Allohga o'zini topshirish talab qilganligi. Qurbonlik va taslimiyat bo'lmay turib, bir odam Allohning roziligiga erishamaydiganligini ko'rib olamiz.